Hammaga salom do'stlar. Men PUBG'da endi bu akkauntim yangi. Men YouTube'ga endi video qo'yib boshlayapman. Yangi bloger deydi, men nima deydi bilan. Xullas endi qo'yib boryapman. Menga sizlar kommentariyada shart yozib qoldiringlar. Misol uchun PUBG'dan bo'lsin. Misol uchun aytaku nima desam bo'ladi. Faqat o'yin oxirigacha moshinda odam urib topirda oling yoki odam urmay topirda oling deydi-ku, o'shanaqalardan bironta shart yozib qoldiringlar. Men o'shani bajarishga harakat qilaman. Keyin agarda 50 ta obunachi bo'lsak, bilasizlar 50 tadan keyin faqat efir qilib bo'ladi. Sizlar bilan efirda lobbilar, WoW kartalarda o'shanaqa lobbilar qilamiz. Bu aniq, prosta men hozir 50 ta obunachi yig'ib olishim kerak. Shu 50 ta obunachi tezroq to'lsin deb o'tiribman-da. Tezroq shu 50 ta obunachi olsak, keyin sizlar bilan efir qilib har xil lobbilar qilamiz.